Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Xudo xolasa bugun 3-mart. Sizlarga zo'r bahoda bir Nexia 2 qo'yib beramiz. 38 million so'm beramiz. Tayyor Nexia'mizni. Bitada 10 bahosi, lekin bahosini tushirdik. Mashina zo'r, 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yeri tayyor haydasha. Mana. Umuman rasxot yo'q. Korobka, motor ichirinde chexollari bor. Ximchiska bo'lgan. 2009-yil 4 balon toza. Zang ishchan turibdi. Udari yo'q. Sons gibrid. 38 million so'm beramiz mashinani. Akkuratni bo'lib turibdi. Qiziquvchilar bo'lsa kelib ko'ringlar. Ximchiskadan chiqib sotchi bo'lib turibdi. 2009 metan gazlari bor, shumkalari urilgan. Hamma yerda shumka urilgan. Metan 90lik metan. Ko'rib olaverasizlar, avtomarketda turadi. Zo'r bahaymi. Kam probeg yurgan, yili toza Nexia 3 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz rodnoy kraskada, biriga salondan olib mingan mashinani 5 million so'm skidga bahoda 110 million so'm beramiz. 116 million, 115 million turadi. 110 million so'm qo'yildi mashinamiz. Demak, 20 million so'm bilan kreditga chiqadi. Оформленияsi отдельный bo'ladi. Oylik to'lov 3 million so'mdan chiqadi. Mashina hech yerida ayb yo'q. 100% rodnoy, metan gazlar qo'yilgan. 2022-yil mashin. Mana. Şimdi yılı toza Nexia qarab bilganlar olsa berib qo'yasizlar. Ishlari o'zini yurgan probegi hammasi rodnoy zavodsiz qo'ydiribdi. Ishlar toza turibdi. Yılı toza Nexia mexanik. Ko'pchilik so'raydi. Kelib ayda ko'rib olaverasizlar. Sotuvda turadi. Nexia 2 qizil svetinden mashina zanglar ishlangan, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r. Metan gazlar qo'yilgan, 220 ming kilometr yurib turibdi. Tayyor haydasha 37 million so'm bahosi. Nalish pul olsa kelishtirib beramiz. Haydab ko'rib olaverasizlar. 15'lik diske balon qo'yilgan ekan mashina. Metani bor. 2010-yil. Bundan tashqari Vibr'imiz ko'p. Arzon Nexia 1 so'ralgan olsa, hamda 20 million so'm bayana Nexia 1'imiz. 12-yil Nexia 2 230 ming probeg, 55 million so'm. 2009-yil bor ekan bunda. Zanglar ishlangan, metani bor. Buni nalichi bo'lsa 40 million so'm beramiz. Haydab ko'rib olaverasizlar. Bunda 38 million so'm bor Nexialarimiz. Ko'p, Vibr. Yetmagan summalarimizni kredit ham chiqarib ketaverasizlar, xudo xolasa. Bu Qo'shko'pir avtomarket arka pavilyonimiz. Ana. Ko'rib, bir qator haydab ko'rib, kuzovlarni tekshirib olaverasizlar, xudo xolasa. Like'larni bosib, kuzatishda davom etinglar.